Antuanga savol berishingizdan oldin, men qanday murabbiy ekanimdan kelib chiqqan holda uning shuncha vaqt davomida qilgan mehnatlari uchun rahmat aytmoqchiman. Sening kamtarliging uchun ham rahmat. Sen hozirgi zamonaviy yoshlarga namunasan. Jamiyatga sendek insonlar kerak. Bizga bergan barchasi uchun rahmat. Berayotganlaring va keyin ham beradigan narsalaring uchun ham rahmat. Sadoqating uchun ham tashakkur. Bizdagi mana shunday professional va ajoyib inson sifatidagi ishtiroking uchun ham rahmat. Bizni chempionatda yana 8 ta o'yinimiz qoldi. Ispaniya Kubogida bitta o'yin va Xudo xohlasa Chempionlar Ligasida yana 5 ta o'yin. Shunday ekan, seni bu lahzadan rohatlanishda davom etishingni so'rayman. Men seni yaxshi ko'raman. Agar bu yerda boshqa Atletico muxlislari bo'lishganida ham ular senga shuni tilashgan bo'lardi. Men seni murabbiyingman, shunday ekan yaxshi bilasan. Agar yugurmasang zaxirada qolasan. Shu xolos. Uzr, men shunchaki bularni unga aytib qo'yishim kerak edi.